Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun biza IDS korxonasiga yetib kelganmiz. IDS korxonasi orqamda turgan mana bunaqa ekonom pechkalarni ishlab chiqarishda, drabirkalar, ko'plab mahsulotlarni ishlab chiqaradilar. Bugun biz ekonom pechka reklamasiga kelganmiz. Albatta sizlarga ekonom pechkani birma-bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Albatta egalarining o'zlari bilan suhbat jarayonlari bo'lib o'tadi. Ularni ham sizlarga to'g'ridan-to'g'ri namoyish etamiz. Bo'lmasa biz boshladik. Azizlar, hozir egalari bilan suhbatda bo'lib turibmiz. Egalari qo'ymadilar, keyin yoqib ko'rsatmadilar. Mana hozir yoqilgan. Pechkamiz juda issiq. Mana egalarning o'zlari. Salomlar qo'yib. Assalomu alaykum. Kanalning a'zolari va podpisчиklari hamda O'zbekiston ahli. Qish mavsumi yaqinlashyapti. Mana kunlar salqinlashib qoldi. Ekonom pechkalarni nasib etsa har xil variantdan qilib qo'ydik. Hozir bu standart ekonom pechkani yoqib ko'rsatganmiz. Standart deganimiz eshigi o'sha kichikroq va qornlari 20-20 bo'ladigani. Bu pechkamiz afzallik tomonlari qanaqa? Afzallik tomonlar birinchi juda ko'p afzallik tomonlari bor. Birinchi o'rinda ekonomichni qaysi tomondan? O'tin, ko'mir va tezak yoqqanda ham ekonom yoqadi hamda uchta o'tinni qalaganda uyni tez qizdirib oladi. Sababi uyning haroratini bu o'zida o'sha aylantirish nimasi bor-da, xususiyati bor. Keyin pechkani oldi nafaqat issiq bo'lib turmaydi, xonani ichi bir xil me'yorda qiziydi. Ikkinchi buni ekonomik tomonlari ana o'zingizni ichini o'sha qora qilib butab nima bulg'amaydi, o'sha remont nazarasi qilmaydi. Bir adilga remont ham juda qimmat hozirgi sharoitda. Aboyli o'yga ham qo'yishyapti. Hozir kraskali yevro remont uylarga ham qo'yishyapti. Bemalol garantiya beramiz, sababi tutamaydi. Bundan keyin foydalanishdan bilish kerak, qaysi qo'ydi. Tutamaydiganda endi qaysi qiladi. Masalan, sizga 3 ta eshigi ochiq tursa mana pastki nimasi mana o'zi kulni nimasi uchquni chiqish boshlayapti. Shunda tutadi. Sababi mana bu tomon turadi, yengil tomonga qarab uradi. Buni foydalanganda mana bitta eshikdan ochiq foydalanish kerak. Bitta eshikdan ochiq foydalansa, bu eshikdan zapravkasini yoki yonganini yoki o'chib qolganini kuzatmoqchisi, shuni bitta eshikdan qarab, bunisini yopgan holda ikkinchi eshikni ochib, masalan, o'tinni tiqishi mumkin. O'tinni nima o'sha ko'mir, boshqasa ko'mirni xokkasidan yo'q qoladi hozir. Holatiga sizga bitta savolim bor. Ko'mirni bir sutkada qancha yoqadi bu? Xo'p, bir kun darozda biz so'raganmiz, agar o'tin, ko'mir aralash yoqsa 5-6 kilo ko'mir nasib qiladi. Agar ko'mirni o'zini yoqsa 8 kilo ziyodroq yoqibdi bir sutka davomida. Demak, bir qo'ygandan o'zi ilashib, uyda yashnatib turaveradi, ha? Xuddi shunday. Iliqligini saqlab turadi. Bir qizarguncha ko'proq sotib bo'ladi. Qachonki u xona sovuq bo'lsa, keyin o'zi bir me'yorga o'zini zaslonkasi orqali ligrovka qilib qo'yish mumkin.
Endi hozir tomoshabinlarimizga qiziqda, mana hozir IDS korxonasida turibmiz va shuncha pechkalar bor. Hali u zavodda ham ishlab chiqarilmoqda hozir bu qo'l mehnati tomonidan. Endi tomoshabinlarimizga, bizni kuzatuvchilarimizga qiziqda, narxini qanchadan qilib berasiz? Narxlar qancha bo'ladi? Ko'p tomoshabinlarimiz magazinga olib ketishga ham nech pul qilib bera olasiz? Narxlarni kelishilgan holatda. Endi mana shu reklamasini qilib beryapman. Endi meni xizmatimga ham tomoshabinlarimiz, obunachilarim uchun ham o'tib berasiz. Bo'ldi. Hozirgi kunda standart ekonom pechkalar va katta og'izlik, qornlari ham katta 25 uchli jisidan bo'lgan, tepasi 2 jisidan bo'lganini, mana bu hozir ushlab turgan shu fasondagini 1.120 ming so'm narxi. Xo'p, o'tib berib qolmang siz uchun nasib Ya endi 120 ming ne qilib o'tmaydi bo'ladigan o'g'il bola guringini ayting. 1.80 ming so'mdan qilib beramiz. Mana Xo'p, mana 1.80 ming so'mdan olib ketaverasizlar. Agar viloyatlarga jo'natish kerak bo'lsa, Namangan, Buxoro, Surxondaryo, Toshkent, xullas Namangan yoki Andijon tomonlarga jo'natish kerak bo'lsa, pochta manzili orqali jo'natib beramiz. Express pochta orqali olib borib eltib berish bizada bo'ynimizda. Pochta sizning qo'lingizgacha o'sha yetkazib beradi. Markazlarga. Hozir lekin narx juda zo'r bo'ldi. Men o'zlari bilan video ortida suhbat qilganimda, ya 1.200 ming so'm, uzog'i 1.150 ming so'm deb turgan joylarida o'tgan yillik narxlar tushirganimizda, lazer apparat o'zimizda hamma narsa mavjud bo'lishi uchun shularda oldin lazerda xizmatdan foydalanardik, u qimmatroq chiqadi. Hozir tushirdik nasib bo'lsa. Vatandoshlar maza qilsa, foydalansa, haqiqatdan o'sha qissasiga o'sha ekonom qilib beradi, o'ziga ham qissasiga. Hozir sizlarga yetkazib bera olmaymiz. Albatta, pechkam juda issiqlik qilib turibdi. Mana bu yoqdan ko'rib turgan bo'lsanglar, uncha dut bo'lgani yo'q. Uyimizda dut aylanib qolmaydi. Aytganlaridek, bitta og'izlaridan ochib foydalansanglar bo'ladi. Shunaqami? Xuddi shunday. Foydalanish tartibini chiroyli nima qilsa, buni olganlar, og'zini ochyaptilar. Deganlar bo'ldi-da. Buni foydalanishga bitta og'izdan foydalansa, albatta zo'r yonadi. Shunday. Tutamaydi. Demak, tomoshabinlarimizga bu pechkamizni tavsiya qilamiz. Albatta, olishinglarni pastga telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Albatta, o'zlarining telefonlarini bemalol savolinglarni berib, so'rab olishinglar mumkin bo'ladi. O'zlari doim aloqada bo'ladilar. Shunaqami? Demak, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. IDS 999 YouTube kanaliga obuna bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Azizlar, o'zlari yetkazib berish xizmati ham mavjud. Albatta, Qarshigacha yetkazib berishadi. Undan yo'q, viloyatlarga esa kelishilgan holatda pochta orqali bo'ladi. Sog' bo'ling, boy bo'ling.